O'zbekistonlik MMA muxlislarini yoz oylarida dahshatli janglar kutib turibdi. 27-iyun kuni Nursulton Ro'ziboyev Bokuda rossiyalik Andrey Pulyayevga qarshi oktagonga chiqadi. Hamyurtimiz biroz tanaffusdan so'ng yana UFC oktagoniga qaytmoqda. 1-avgust kuni yarim og'ir vazndagi Bogdan Guskov polshalik Yan Blachowicz bilan revansh jangi o'tkazadi. Ular o'rtasidagi birinchi jang durang bilan yakunlangan edi. Guskov bu safar Serbiyada sobiq raqibidan ustun ekanligini aniq isbotlab berishi lozim. 25-iyul kuni esa deyarli 1 yillik tanaffusdan so'ng o'zbek MMA'si yangi avlodining yorqin yulduzi Ramazan Temirov Abu Dabida UFC oktagoniga qaytadi. Hamyurtimizning raqibi top 10dan Steve Ersak. Bu jangdagi g'alaba Temirovga reytingda yaxshigina ko'tarilib olish imkonini beradi. Xullas, har uchala jangchimizning ham raqiblari kuchli. Bu yoz o'zbek MMA muxlislari uchun yanada haroratli bo'ladi. Nursulton Ro'ziboyev, Bogdan Guskov va Ramazan Temirovning janglarini Bugun Sport Telegram kanali orqali jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin.